Nogironlar belgisini tagiga qo'yib qo'yibsiz. Prokuror sifatida bunga qanday qaraysiz? To'g'ri. Nega qo'yganimni ozgina surishtirmaysanmi? Prokuror bo'lganingiz uchunmi? Yo'q. Unda nega? Chunki u ikkinchi guruh nogironi ahmoqlar. Uni qandli diabeti bor. Shuning uchun o'sha yerga qo'yadi. Nima deb o'ylaysiz? Prokuror nogiron bo'lishi mumkin emasmi? Yaxshi. Ha. Qo'llaring buncha nozik bo'lmasa. Senga qo'shimcha pul to'layman. Sen esa ishni davom ettirasan. Xo'pmi? Ahmoq, davom ettir deyishingga seni. Assalomu alaykum akaxon. Yana qanaqa akaxon? Nega u yerga bordingiz o'zi? U rasmiy massaj saloni. Osteopatlar ishlashadi. Odamlar churradan davolanishadi. Siz o'ylagan narsa emas. Ahmoqlar.